41 mavzu. Eringiz mamnun bo'lgan hayot tarziga aralashavermang. Har birimizning turlicha, ammo har birimizning o'zimizga xos bo'lgan qiziqishimiz, hobbiyimiz, hayotda yashash tarzimiz bor. Deylik, kimdir kitob o'qib vaqtini cho'g' kechirsa, kimdir sport bilan shug'ullanishni yoqtiradi. Yana kimdir kechalari do'stlari bilan uchrashib siyosat, sport haqida suhbatlashib tortishni xush ko'radi. Eringizning sizni yana ham ko'proq sevishini istasangiz, uni xursand qiladigan va ruhan tinchlantiradigan qiziqishlariga qarshi chiqmang, hatto aralashmang ham. Masalan, eringiz mutolaani yoqtirsa, siz hayotingizda kitobdan boshqa narsa ham bormi? O'qishdan to'ymadingizmi demasligingiz kerak. Bu dakki uni qattiq asabiylashtiradi, siqadi. Oqibatda bu o'zingizga muammo beradi. Genri James ismli psixolog mutaxassis odamlar bilan muomala qurish san'atidagi ilk qadam ular yoqtirgan yashash tarziga aralashmaslikdir deb ta'kidlaydi. Eri sevinishiga sabab bo'ladigan shaxsiy yashash tarziga qarshi bo'ladigan xotin o'zini eri bilan teng bilib, uni qo'l ostida ko'rgandek bo'ladi. Bu o'ziga o'zi muammo orttirishlikdan boshqa narsa emas. Erning ustida doimiy qorovul bo'lib turishi o'rtalaridagi hislarni ham barbod qiladi. Bunday xotin erga qanday muomala qilishni o'rganmabdi. Aslida ayol qilish kerak bo'lgan ishi erini xursand qilish uchun harakat va bu xursandchilikka sabab bo'lishlik xolos.